E'tibor qilsam, oxirgi paytda kalladan oldin til ishlagan odamlar juda ko'payib ketdi. Bu kimgadir tegmasin. Ya'ni u mumkin emas, buni bundoq qilish kerak deyishyapti. Ya'ni o'zini sohasi bo'lmagan, tushunmagan narsada maslahat berish. Misol tariqasida hozir paytda tarvuz mumkin emas deb juda ko'p joyda o'qiyapmiz, lekin sotayotibdi, ses xodimlari ko'rmayapti-da uni. U mumkin emasligini bilmaydi-da, avgustda chiqqan narsa. Hozir qaysi zamonda yashayapmiz? Nima qilyapmiz? Bu uchun javobgar ses bor. Agar mumkin emas bo'lganda o'shalarni to'xtatib, cheklab yoki o'shalarni olib qo'yardi. Bu narsani avgust oyidan degan so'z. O'sha tarvuzni misol tariqasida o'sha vaqtida chiqsa ham noto'g'ri saqlansa, u ham insonni zaharlashi mumkin. Noto'g'ri saqlangan mahsulotlar. Budan tashqari boshqa sohalarda ham, masalan, ayniqsa shifokorlarga juda ko'p o'rniga shifokorlar ko'payib ketgan. Bizda xalqimizdan bir 60% shifokor bo'lsa kerak. Endi diplom olgani 5% bo'lib, qolgan 55% shifokorlik qiladi. O'zida bir marta yoki ikkita odamni ko'rgan narsasi bu bo'ldi, davo degani emas. U hammada ko'rish, kamida 1000 ta odamning samarasini ko'rgandan keyin, uni ilmiy tasdig'ini topgandan keyin unda tavsiya berish kerak. O'shaning uchun sizlarga tavsiya berib qolaman. Xalqimizga ko'rayotgan ma'lumotlarni ozgina analiz qilinglar. Chunki o'sha gapirayotgan insonlar bu narsani analiz qilmasdan gapiradi. Men ko'rdim 70% internetda juda ko'p o'ylanmagan, o'rganilmagan ma'lumotlar va insonlar shundan jabr ko'rib qolyapti. Sog' bo'linglar, hech kim kasal bo'lmasin va ehtiyot bo'linglar.